Ha, bu qarama-qarshilik o'sha submissionga qadar davom etadi. Og'riqli uslub yoki bo'g'ish uslubi bilan g'alaba qozonish mumkin. Bo'lmasa durang qayd etiladi deya ma'lumot berishdi do'stlar. Demak, birinchi raund start oldi. Bir raund davom etar ekan bu jang. To'g'rimi? Ha, albatta. 10 daqiqa. Agar og'riq uslubi qo'lga olinsa yoki taslim bo'lish belgisi berilsa, albatta qaysidir bir tomon g'alaba qozonadi, bo'lmasa yuqorida aytilgandek durang qayd etiladi. Press konferensiyada Azat Maksum Ramazon Temirovga oyoqlarini ehtiyot qilishni aytgan edi. Albatta. Ko'ramiz bugun. Ha, bularning UFC'dagi to'qnashuvi amalga oshmadi. Har ikkisi bitta vazn toifasida harakat qilgan edi UFC'da. Lekin Azat Maksum o'sha so'nggi mag'lubiyatidan so'ng UFC rosteridan o'chirildi. Umuman olganda barcha janglarida yaxshi harakat qildi, biroz omad yetishmadi. Maksumga o'sha Tagir Ulambekov bilan ham ajoyib jang o'tkazgan edi. Umuman Dog'iston kurashiga yetarlicha javob bera oldi deb o'ylayman o'sha jangda Azat Maksum. Va mana shunday kurashchi bilan grappling bahsini qabul qilgan Ramazon Temirovga tasanno deb qolaman, chunki aynan uning hududida jang qilyapti desak ham bo'ladi hozir, ya'ni o'sha kurashda. Ha, albatta. Lekin Ramazonni o'sha kurashga yaxshigina himoyasi mavjud. Endi bu yerda faqat himoya emas, balki hujum ham kerak bo'ladi. Ko'ramiz. Birinchi urinish Maksum tarafidan chiqib ketish kerak, big mountga o'tmaslik kerak. Endi albatta bu o'ziga xos qarama-qarshilik. MMAdagi rekordiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Arman Sarukandan misol olsa bo'ladi. Har oy demak grappling bahslarida qatnashib yuribdi. Aynan Shara Bullet bilan ham bahs yuritdi va durang qayd etilgan edi. Aynan Arman Sarukan. Arman Sarukan Shara Bulletdan keyin ham bir kurash tushishga ulgurgan. Hozir yana keyingi bahs ham aniq kurash bo'yicha. Bo'sh o'tirmayapti Arman umuman. Hozir mana Ramazon ham diskvalifikatsiya qilingan hozir vaqtincha. Aynan mana shu vaqtni behuda sarflashdan ko'ra mana shunday bahsni qabul qilishni afzal. Menimcha yechildi bu va katta ehtimol bilan mart oyida yechilishi kerak edi adashmasam. Yo'q, shunaqa yechildi deya ma'lumot berdi Jasur Alijonov. Va katta ehtimol bilan o'sha Oq uydagi raqamli turnirga harakat qilyapmiz deya aytib o'tgandi. Takedownlari juda zo'r Maksumni o'zi. Tagir Ulambekov bilan jangda ham xilma-xil takedown ko'rgandik. Hozir mana yana bir master class ko'rsatdi desak bo'ladi. Albatta mana shu bahsni ko'rar ekanmiz. Bu bahsdan keyin jangchining MMAdagi qobiliyatlariga bir qandaydir savol tug'ilmasligi kerak, chunki bu faqat grappling bahsi. MMAda agar bu jang bo'lsa, umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ha, vaziyatdan chiqib keta oldi Ramazon. O'sha parterga olib tushgan vaziyatda agar ochkolar hisoblanganda 3 ballni qo'lga kiritar edi Maksum. Hozircha imkoniyat qidirishyapti takedownga. Mana bu yerda Maksum oyoqlarini tutib oldi va oldinga boryapti. Chap oyoq to'g'ri o'ng oyoqni ushlab olgan ekan. Bahsning deyarli yarmi ortda qolyapti. Oldinda yana 5 daqiqa vaqt bor. Yoki submission yoki og'ritish uslubini qo'llash kerak albatta g'alaba qozonish uchun.
Ha, grappling haqida so'z ketar ekan, baribir eng mashhuri hozirda Gordon Ryan ekanligini aytib o'tish kerak. Shuningdek, Craig Jones ham bor, Byron Gracie ham bor. Quvnoq sparingdek bo'lyapti, bir-birlari bilan kulishib, hazillashib kurashishyapti albatta, bu yaxshi. Jarohat kerak emas, chunki Ramazon UFC'da jang oladi tez orada. Azat Maksumga esa press konferensiyada ushbu ligada kelajakda grappling emas, balki MMA bo'yicha jang qilish taklif tushdi, nima deysan degan savol ham tushdi. U esa agar yaxshi taklif bo'ladigan bo'lsa, yo'q deya olmaydigan taklif bo'ladigan bo'lsa, umuman olganda yo'q demayman degan javobini aytdi. Ha, albatta, shuningdek Amerikada UFC dan boshqa ligalardan taklif borligini ham aytib o'tdi. Takedownga harakat Maksum tomonidan. Ramazon Temirov yana himoyalanishga majbur. Vaqtga qarab qo'ydi albatta. Ramazon. Ha? Mana bu yerda yaxshisi bor. Endi esa nazoratni o'zi ushlash kerak. Bu uslubga o'tib ketyapti Ramazon Temirov. Ramazon. Lekin u qadar qulay emas. Menimcha oyoqlarini tutib olgan, yomon ham emas, lekin to'liq bo'yinga o'tib ketmabdi. Qarang, jah qismi bor. Endi nazorat Azatda. Intensiv kurash davom etyapti panjara yonida. 2,5 daqiqa vaqt qoldi. Pozitsiya uchun kurashyapti. Bu ketishda Shohrux submission amalga oshishi juda qiyinga o'xshayapti. Qiyin albatta. Qulay vaziyat bo'lmayapti. Imkon qadar pozitsiyalarni yopyapti Ramazon Temirov va mana bu yerda chiqib ketdi. Mana bir 10 daqiqa. Buni kardiosi boshqa baribir. Bir raund 10 daqiqa. Lekin Sharabullet hamda Nursulton Ro'ziboyev bahsi tashkil etilsa, aynan grappling borasida juda ham qiziq bo'lsa kerak. Lekin Nursultonni bilasiz, o'sha Kimurani ajoyib tarzda amalga oshirishini. Kimurani Nursulton Ro'ziboyev kiyib qo'yadi. Juda ham ko'p g'alabalari bor aynan Kimura uslubida. Hozir nazarimda aynan Sharabulletga qarshi Nursultonning imkoniyati yuqoriroq grapplingda. Meni shaxsiy fikrim. Arman Sarukyan bilan ham kurashda ko'pchilik. Endi Arman Sarukyan 70 kilogramm vazn toifasida, Shohrux bu 84 kilogramm. U yerda vazn toifasi 70 kilogramm bo'lmadi Armanda. Nari borsa 77 bo'ldi-da. Ha, Sharabullet o'zi 84 urishsa, nechidan tashlaydi? 90 dan yuqori. Deyarli 100 ga yaqin vazn toifasidan tashlaydi. Bo'lishi mumkin. Albatta bu jang ham qiziq bo'ladi. Nursulton Ro'ziboyev, Sharabullet. Biz esa Ramazon Temirov, Azat Maksum qarama-qarshilikda. Imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin chiqib ketdi. So'nggi 30 soniya o'tib boryapti. Ushbu qarama-qarshilikda Ha, qulay vaziyatga o'tib ketmoqchi, lekin vaqti yetmaydi. Demak, bahs shu bilan deyarli
Hozir menimcha vaziyat oxiriga yetkazib qo'yiladi va Yetmadi, lekin qulay vaziyatga chiqib keta olganda Mahsum. bahs nihoyasiga yetdi. Bu degani durang. Bong chalindimi, demak, grappling bahsi durang bilan yakunlanmoqda. Ikkinchi raund. Assalomu alaykum. Prof Grappling to'qnashuvi sabab bo'lgani uchun submission bo'lgani yo'q. Shuning uchun jangovar durang в этой схватке объявляется боевая ничья. Jangovar durang qayd etilmoqda ushbu